Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. YouTube kanalimizda hozir yangi video olishga qaror qildik. Sababi bizni bemorimiz Qozog'iston Respublikasi Atrodan kelgan. Bunaqa holat kamdan kam uchraydi. Men svish to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni svish degani bu to'g'ri ichak atrofida, ya'ni svish xod paydo bo'ladi-da, bitta teshigi ichak ichida bo'ladi, ikkinchi teshigi anus atrofida bo'ladi. O'sha yerdan gnoy, qon yoki shilimshiq modda, gaz kelib turishi mumkin. Hozirgi bemorimizda tashqi teshigi 8 ta. Bittasi moyakda atrofida, qolgani soch sirilkasi bo'ylab anus atrofida joylashgan. Bu juda ham sложный. Bunaqangi holat juda ham kam uchraydi. Masalan, где-то 1 millionta odamdan bittada bo'lishi ham mumkin. Hozir biz bu kasallik bilan kasallangan bemor to'g'risida ma'lumot beramiz. Ularni operatsiya jarayonini to'liq yoritib boramiz va operatsiyadan keyingi holatni ham albatta yoritib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu kamdan kam uchraydigan holat. Aka, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Operatsiyadan qo'rqmayapsizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Hozir operatsiyaga olamiz. Ha. Bular o'sha aytgan bemorimiz to'g'ri ichak atrofida svishni tashqi chiqaruv kanali 8 ta. Moyakni yonida bitta joylashgan, qolgani anus bo'ylab aylanasiga joylashgan. Aka, bu darajaga kelguncha qancha vaqt o'tdi? Birinchi paydo bo'lganiga qancha bo'ldi? Birinchi paydo bo'lgan 21da men paydo bo'ldim. 2021-yilda. Keyin nima bo'ldi? Doktorga bordingizmi o'sha payti? Doktorga bordim bir kezak. O'zi yordimi yoki borguncha yorilib ketib qoldimi rana? Borib yordirdim. Yordirdingiz, ha? Ondan so'ng yaxshi bo'lib ketdi. Ondan so'ng 1-2 yildan keyin o'sha doktor aytmaganmidi? 2-3 oydan keyin повтор operatsiya bo'lasan. Ana paraparatitni oshdi. Ma'gan aytmadi, просто so'ng kelersin dedi, birdenga dedi. Aytib bir-ikki kezak bordim so'nginda. Biroq istagan yo'q-da. Keyin nima bo'ldi? Hozir sizda bitta 8 ta teshingiz. Keyin endi mana yerda eshitib, sizlarning klinikangizda ungacha yana qizarib, ishib, o'zi yorilib, oqib yuraverdi. Doktorga ham bormadingiz? Bir-ikki kezak bordim, ko'rdi. Yaxshi bo'lib ketadi, janday 1-2 oy. Ondan so'ng qaytadan chiqadi. Shunga Shu holatga tushishingizga o'zingizda ham ozgincha aybingiz bor. Doktorlarda ham biroz e'tiborsizligi natijasida bo'lganda, chunki hozir 8 ta svish xodni bartaraf qilish jarayonida sfinkter ko'p travma oladi-da. Ertaga sizda operatsiyadan keyin suyuq axlatni va gazni ushlovmaslik darajasi shakllanadi. Sekin yillar davomida o'ziga keladi, xudo xolasa. Faqat biroz vaqt kerak. Xudo xolasa dardingizni mana shu yerga tashlab yaxshi bo'lib ketasiz aka. Hozir operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya jarayonida ham gaplashib, sizga savollarni beramiz. Javob berib, bemalol gaplashaverasiz. Hech qanaqangi og'riq sezmaysiz. Beldan pastki qismiga hech narsani sezmaydi. Spinal anesteziya qilamiz. Bemalol gaplashib, operatsiyani o'tkazamiz. Boshladingmi bo'lmasa aka? Tak, mana ko'rib turibsizlar, o'ta sложный holat. Bittasi tuxumni yonida, bittasi pastida, qolgani sohot sirilkasi bo'ylab 5, 7, 8, 9, 9da 2 ta 10, 11da bu yoqda. Bunaqangi holat juda ham kam uchraydi. Oqmani tashqi teshigi 8 ta. Har biridan xuddi buloqqa o'xshab gnoy qaynab chiqib kelyapti. Xudo xolasa yuzimizni yorug' qilsin, kasalligidan butunlay xalos bo'lgan holatda bemorimiz uyiga ketsin. Ular Qozog'istonda uzoq viloyatidan kelgan. Aka, poyezdda qanchalik vaqt? Poyezdda 2 kun. Poyezdda 2 kun yo'l bosib kelganlar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadilar. Tak, zond. Hey.
Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billah. Sprey o'tkazinglar. Bemorda diagnozi to'g'ri ichakda oldingi, orqa va yon ekstra sfintr oqmalari 4-darajali murakkablikda. Eng ya'ni anusdan yuqoridagi tashqi teshigi 8 sm 10 sm uzoqlikda. Tasavvur qiling, o'zi 8 ta teshigi bor, ya'ni oqmani. Anusdan eng uzoqdagi 8 sm. Bemor biroz qiynaladi to'g'ri operatsiyadan keyin, lekin Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Aka, ich. Okey, perks bering. Qandaysiz endi? Ha, bo'ladi, nормально. Yaxshimi? Yaxshi bari. Qarang, mana operatsiyangiz yaxshi o'tyapti. Xudo xolasa chiroyli bo'lib, mana shu yerdan yaxshi bo'lib chiqib ketasiz endi. Ha, sağ ol. Kimdir tavsiya qildimi? Qarang, shuncha uzoqdan kelibsiz. Ha. Qanday bizni topib oldingiz siz? Ana, men eshitdim birovlardan. Nima deysiz? Birovlardan eshitib keldim deydi. Ha, kimdirlardan eshitib keldingiz, a? Ya, o'sha yoqqa kelgan odamlardan eshitib keldim-da. Ha, ular bu yerda operatsiya bo'lib ketgan, yaxshi bo'lib ketgan, keyin sizda aytishdi. Ya. Bu o'sha atrof deyiladi sizlardiki. Ha, Atrof deyiladimi? men Tuman. Qaysi tuman? men Mangistauskiy. Mangistauskiy. Atrof deyiladi, to'g'rimi? Aqtov. O'sha yerdan 2018-yil bitta Karimberdi aka degan odamni operatsiya qilgan edik. Ular o'zi asli Sirdaryodan ekan, lekin shaqa ko'chib ketgan ekan. Bu yerga qarindoshlarini ko'rgani, kelib yurgan paytlari bizga gemoroy tashxisi bilan murojaat qilgan, operatsiya qilgan edik, yaxshi bo'lib ketgandilar. O'sha inson orqali hozirgi kungacha adashmasam bir Mangistauskiy oblastdan bir 20 ta 30 ta odamni operatsiya qildik. Odamni baribir bu ko'nglini ko'taradi, chunki bizgacha poyezdda yetib kelish uchun ular 2 sutka yo'l bosib keladi. Bundan ko'ra sizlar Rossiyaga chiqqanlaring yaxshiroqda, to'g'rimi, yaqinroq? Shunchalik kelganingiz uchun ishonib rahmat, ishonchingizni Xudo xolasa oqlaymiz. Mana shu yerdan yaxshi bo'lib chiqib ketasiz aka. Tak, operatsiyamiz eng qiziq bosqichiga yetib keldi. Hozir eng uzun, eng tepadagi xotni olib tashladik. Endi qolgan xotlarga qarab yo'limizni topib chiqib ketaveramiz endi. Qanaqasiz aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Og'riqlar bo'lmadimi operatsiya payti? Yo'q, og'ir bo'lgan yo'q. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Juda ham sложный operatsiyani o'tkazasiz aka. Orqa teshikda sohat siralkasi bo'yicha 5 ta, sohat siralkasi bo'yicha 6 da, 7 da, 8 da, 2 da, 9 da, 11 da, anusda atrofida. Sohat siralkasi bo'yicha 12 da, tuxumni tagida. Общий 8 ta teshik bor. Hammasini bartaraf qildik. Baxtingizga ichki teshigi bitta ekan. U sfintr bitta joydan jarohat oldi xolos. Xudo xolasa suyuq axlat va gazni ushlash sizda yaxshi bo'ladi. O'ylagandim operatsiyadan oldin. Siz suyuq axlat bilan gazni ushlamay qolsangiz kerak, chunki sложный holatida-da, chunki bunaqangi svish почти bo'lmaydi. Juda ham kam uchraydigan holatda. Baxtimizga bitta joyda ekan ichki teshigi, hammasiniki ancha yengil qutuldingiz. Uyda ham qiynalmaysiz Xudo xolasa. Faqat bitta iltimos, operatsiyadan keyingi jarohat sohasiga yaxshi e'tibor berasiz. Uyga borgandan keyin ham o'zini vaqtida pervaska qildirib turasiz. Tezroq bitib ketadi. Rana bitib olsa bo'ldi, sizning muammongiz bo'lmaydi. Qanaqa fikrlaringiz? Shuncha payt qiynalib, mana orqangizdan nechidir oylab yiring oqib yurdi. Qo'rqib yurish kerakmikan yoki operatsiya qildirgan yaxshimikan? Qildirgan yaxshi. Nega siz qildirmadingiz? Bilmaganmidingiz? Yo'q, meniki ne bo'ldi? Bir vrach сложный dedi, biri bo'lay dedi, biri bo'lmaydi dedi. Sen berib aytdim o. Yaxshi. Ko'rgan kechirgani shu bo'lsin aka. Xudo xolasa boshqa kasal bo'lmang. Qutulib oldingiz, bu yoqqa bemalol yurasiz. Uyga ham o'sha 2 soat yo'l yurasiz, poyezdda uyingizga borguncha. 2 kun. 2 kun. 2 kun. Faqat samolyot
Poyezdda 2 kunlik yo'l. E. Qiynalmasdan maza qilib ketasiz, xudo xohlasa. Poyezdda ketganingiz yaxshiroq. Yotib, damingizni olib Qachon ketaverasiz. turib oladi. Turaverasiz, bemalol turib yurib harakat qilaverasiz. Hech qanaqangi muammo yo'q. Turib yurib harakat qilaverasiz. Bemalol turib yuraverasiz. Hozir mochova kateterlarni olib tashlaymiz. Turib bemalol yuraverasiz aka. Bo'ldi. 2 kun bo'ldi. Yaxshi. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.